Saharlik uchun nima tayyorlasam ekan deb o'ylanib o'tirmasdan darrov lavash xamirini olib nonushta tayyorlashga o'tamiz. Buning uchun yog'langan tovamizga lavash xamirini qo'yib olib, ustidan bitta tuxumni yaxshilab cho'yib, hamma joyiga bir xilda yoyib chiqamiz. Albatta tovamizning tagi juda ham past olovda bo'lishi kerak, sababi tez kuyadi. Tuxumimiz pishgandan so'ng menda shunaqa kilkilarimiz bor edi, tomatli kilkichalarimiz. Mana shunaqa qilib bir tomoniga yozib oldim. Ustiga bolgarskilarni birma-bir chiroyli qilib terib olgandan so'ng, qirg'ichdan o'tkarilgan mozzarella sirlarini mana shunaqa tarzda yoyib oldim va xamirimizni bir tomonini yopib qizartirib olamizda, ikkinchi tomonini o'girib, ikkinchi tomonini ham qizartirib olamiz. Qizartirib olgandan so'ng tovaga solamiz. Tayyor bo'lgan nonushtamizni o'rtasidan kesib, dasturxonga tortamiz. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas, shunaqa sochni, suvli, hammaga yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'ring albatta.